Assalomu alaykum. Sifatli tayyor uylar obunachilari. Mana ko'rib turganingizdek, yangi obyektimiz bitish arafasida. Xudo xolasa egalariga hayitgacha topshirish taraddudamiz. Mana o'sha darvozalarni qo'ydik. Xudo xolasa mana ko'pinliklar, letilari, yo'l kafel jarayonlari hammasi avjida ketyapti. Mana dizayn zonalari, mana uyni ko'rishingiz mumkin. Fasadlar hammasi e'tibor berib, xudo xolasa hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar, uylarni obzorini qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Kirib kelganimiz bilan o'zini shinamgina xo'l kutib oladi, juda katta xo'l. Bu yoqda o'zini oshxonasi studiyani qilib, chiroyli mebel texnikalarini qilib berganmiz. Bu yoqda uloqda o'tiradigan xonalari, ko'rib turganingizdek hali avjida ketyapti remont. Bu yoqda o'zini sanuzel qo'yganmiz bitta. Ajoyib baho, 1 dan 5 gacha baho berib qo'yaverasizlar. Dizayn, interyer hammasini klientlarimizni didiga xos qilib qildik. Yoqdi degan umidamiz. Xo'p, hali ikkinchi darajaga chiqishga shoshilmaymiz. Bu yoqda o'zining sanuzellari bor. Alohida kir moshinaga joy qoldirganmiz. Oynalarga baho berasizlar. Turtipol, hamma narsa turtipolda ishlaydi bu yoqda. Mana ikkinchi darajaga chiqqanimizda, ikkinchi etajani ko'ramiz. Ikkinchi darajaga chiqqanimizda bu yoqda o'zini 4 ta xona kutib oladi o'zini. Baho berasizlar. Bu yoqda sanuzel. Xo'p, birinchi xonamizga kirganda o'zini ichida detskiy turadi. Ikkidan chiqqanimizdan so'ng spalniga kiramiz. Spalning mana ko'rib turganingizdek ajoyib deb bilan qilingan hamma narsamiz. Xo'p, mijozimiz o'sha shunaqa xohladilar, dizaynlarni shularni didiga xos qilib chiroyli qilib berdik. Bizdan chiqqanimizdan so'ng xohlasanglar spalni, xohlasanglar rodительskiy spalni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Baho beravering. Qanaqa chiqibdi uyimizda? Sifat bizda faqat sifat birinchi o'rinda. Ko'rib turganingizdek, bu yerdan chiqqanimizdan so'ng o'zini mana shinamgina balkoni, bu yerdan chiqqanimizdan so'ng o'zini o'sha o'ytabeki bu yoqda o'zi radiatorlari, bu ekvandan bu ariston qo'yamiz. Bu ariston nimaga? Suvimiz doimiy issiq va sovuq suvga yetkazib berish uchun qo'yamiz biz. Bu tarifga bo'ladi. Bu yoqda tahorat uchun joylar olingan. Ko'rib baho beraverasizlar. Bundan chiqqanimizdan so'ng, xo'p, bu yoqda detskiy endi o'g'il qizinglar ko'p bo'lsa, alohida qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoni qizlarniki, yoni o'g'il bolalarniki. Ochganingizda, yana mana ko'rib turganingizdek oynalar tashqariga qaragan, oynalarni panoramik qilib joy qilib qo'yganmiz. Radiator, cho'pipol ham yo'q. Xudo xolasa kelaverasizlar, xizmatingizda sifatli tayyor uylar. Hammasi haqqoniy, sifatli tayyor uylar. Bizda birinchi o'rinda sifatli qo'ydi. Klientimiz shuni xohladi, shuni qilib berdi. Chunki oldindan to'lov qilishdi bizga. Oldindan biz uylarni bitirib topshiramiz, xudo xolasa. Hali keyingi videolarni kuzatib tursak, o'z egalariga topshirayotgan videolarimizni ham qo'yib boramiz. Kutib qolamiz, kelinglar.